Mana shu Baxtiyor ota gija qurtlar tushirish markazi haqida bundan bir 3 yil yoki 2 yil oldin bir qisqacha video qilib o'tgan edik. Bugun ham mana shu joyga yana bir bora to'xtalmoqchimiz, chunki xalqimiz haqiqatan ko'plab shifo topganlar juda ham ko'p. Xo'sh, bu manzilni yana bir bora tushuntirib o'taman. Bu tomonimiz Ishtixon markazidan kelish, Ishtixon qabristoni, bu tomonimiz Metan shaharchasidan kelish. Markaziy poliklinika, raddom, xullas qator yo'lning ustida joylashgan Baxtiyor ota gija qurtlar tushirish markazi. Xo'sh, bu yerda qanaqa kasalliklar bilan davolansa bo'ladi, qanaqa kasalliklarga odamlar davo topadi, bu haqda mana shu yerda ham mana e'tibor qilishingizni so'rayman. Qaytgancha mana doktor bog'imizning shaxsan o'zlarining telefon nomerlari imkon boricha o'qishga harakat qiling yoki skrinshot qilib olsangiz ham bo'ladi. Bu ham agar yetishmaydigan bo'lsa, hozir doktor bog'imizning o'zidan shaxsan mana shu qanaqa kasalliklar davolanishi va xullas barcha ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Bu yerda mana reklama ishlari ham o'rnatilyapti ekan. Qormaysizlar usta akalar. Bitta ma'lumot o'rnida aytaman, bu reklama emas. Mana shu Baxtiyor ota deb yozilgan yozuvlarimiz Backprint reklama agentligida yozilyapti ekan. Doktor bo, shovqinroq ekan, ichkarida bitta bir ma'lumot bering. Iloji bormi? Mana doktor boni xonalariga ham kiryapmiz. Xudo xolasa mana kelgandan xo'sh. Doktor boni mana ajoyib portretlari ilingan. Mana tashakkurnomalar. O'zbekiston Xalq tabobati assotsiatsiyasi tomonidan tashakkurnomalar ham bor mana. Ko'plab insonlarda savol tug'ildi-da, o'tgan safargi videomizning kommentlarida bo'ldi doktor bo. Qanaqadir bir guvohnoma yo litsenziya nimadir bormi mana shu faoliyatni olib borishingizga? Ha, davlat tomonidan berilgan. Qani o'sha mana shu yerda aks etgan hujjat bormi? Mana shular barisi davlat tomonidan berilyapti. Hatto ishchilar. Ha, mana guvohnomasi doktor bobomizni. Sertifikatlar bor. Mana ko'z bilan ko'rishingiz mumkin. Xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosi hisoblanar ekan doktor bobomiz. Doktor bobo, mana shu bir xalqimiz bir haqiqatan shifo topishi uchun jon kuydirib harakat qilyapsiz. Sizga kattagan rahmat. Doktor bobo, mana shu o'rinda bir savolim bor-da sizga. Mana shu kelgan bemorlar sizga qanday kasalliklardan xalos bo'ladi hamda bu yerda qancha vaqt davomida bo'ladi? Bir batafsil tushuntirib bersangiz mana shu haqda. Alloh karomati bilan men tabiiy dori giyohlarga yaratgan yegandan o'zi har qanday kasallarga shifo bergan. Mana shu tabiiy dori giyohlar bilan, faqat tabiiy dori giyohlar bilan odam organizmida bo'layotgan barcha turdagi kasalliklarni 16 yildan beri davolab kelyapmiz. Bu sohani boshlaganimga 30 yildan oshyapti. 90-yil boshlangan. Xudoning karomati bilan har bir odamda paydo bo'layotgan kasalliklar turlaridan bosh og'riqlari barcha turi, hatto davringa tushmasligi, yoki bosh aylanish, ko'z qarang'ilab ketish, yo ko'z pirpirab qolish, og'izdan so'rak oqish, shig'irlatish, uyquda gapirish, hatto yurak havo to'yinmaslik, yurakda og'riqlar, sanchiqlar ham. Yana mana to'xtamay dori-darmonlar ichib to'xtamaydigan yo'tallar ham, qorinda og'riqlari, oyoq og'riqlari, oyoq tomir tortishlari, sevib qo'yish, soch to'kilish, semirmaslik, o'smaslik, bolalarda o'qishni orqada qolish, o'qish yoqmaslik, xotira pasayib ketishi, injiq qaytarib asabiylashib qolishi, sizlarga berib mana shaytondan qolish turlari, bari odam orqada paydo bo'ladigan barcha kasallik turlariga gija qurda sabab bo'ladi. Bizlarda yuzdan ortiq kasalliklar tuzaladi. Biroq soch to'kilgan bo'lsa ham, semirmagan bo'lsa ham har qanday kasallikga bizda bir haftadan hikmat davolansa 100% o'zgaradi. Buni oldindan bir kasallikni o'rganib chiqib, tekshirib ko'rib, har bir odamga to'liq oldindan ma'lumot maslahat beramiz. Har bir kasallikni kapallardan beramiz. Bizga kelib davolanuvchi odamlarga, mana shu reklamamizni ko'rib kelayotgan odamlarga reklama orqali keldim terga deb mana shu videomiz haqida batafsil gapirib bersa, 10% skidka beramiz. Bizni qo'limizdan kelayotgan yordamimiz shuki, chunki tabiiy giyohlarni 50% ziyada o'zimiz terib olamiz. Shuni orqasidan yordam beramiz. Bu yerda har bir kasallikni davolash uchun 320 xildan ziyod dori giyohlar ishlatiladi. Mana har qanday odamlarga teri kasalliklar qisman bo'lib qoladimi, toshmalar toshadimi, yaralar paydo bo'ladimi, dog'lar paydo bo'ladimi? Bu tabiiy giyohlarimiz univerzalni davolab keladi. Doktor bobo, mana shu joyda bir savol tug'ildi-da menda. Demak, sizda
umuman tabletka yoki ukollar ishlatilmaydi. Barchasi tabiiy giyohlar, to'g'rimi? Barchasi. Barchasi tabiiy dori giyohlar ishlatamiz. Bizda 320 xil giyohni bitta emas, bir-biriga biriktirib murakkab tayyorlaymiz. Hatto 160 xil giyohlar bir-biriga biriktirib berilgani uchun har qanday jigari kasalidan, yurak kasalidan, davlinasi bor ham, hatto tonglarda tronlar paydo bo'lsa ham foyda beradi. Sit qo'ydirmaydi, yurakka kirabin qo'ydirmaydi. Boshqa kasallar ham xuddi shunday. Hatto gemoroy qarab turganimizda ham bir kunda davo topadi. Demak, tushunishim bo'yicha, xo'sh, mana shu aynan giyohlaringiz gijja tushirish uchun emas, balkim boshqa kasalliklarni ham, o'sha siz aytib o'tgan, sanab o'tgan, yuqorida sanagan kasalliklarni ham davolaydi, to'g'rimi? To'g'ri, buning sababi rakka qarshi, hatto boshqa kasalliklarga tashqari rakka qarshi 20 dan ziyod dori bor giyohlar ishlatamiz. Ular bir-biriga biriktirilib murakkab dori tayyorlangani uchun barcha turdagi kasallikni bir kelganda universitetni 10lab, 15lab bezovtaligini bir kunda tuzatib beriladi. Barcha turdagi kasalliklarda ham kasallik boshlanganda berayotgan belgilarni ham tuzatib beradi. Oldindan o'rganib chiqib, to'liq maslahat berib tushuntirishlar tekin. Davolanamansa 5 soat bo'ladi. 5 soatlik qo'ygan davolar ko'rsa. Demak, mana shu joyda tushunishim bo'yicha bir kun keldi, 5 ertalab soat nechidan qabul? Ertalab soat 8 dan kechqurun 6 gacha ishlaymiz. Ertalab soat 8 dan abitdagi 12:30 uzoq 1 gacha kelsa qabul qilamiz. Kelgan soatdan 5 soat davolaymiz. Yotsa joy beramiz, 2 marta lechini olib ketsa ham bo'ladi. Bo'lmasa 3 kun o'tib qayta kelsa, kasalliklardan birinchi kunda tuzalsa, ikkinchi kunda asoratlari ham qolmaydi. Eskirib ketgan kasallar ham to'liq tuzaladi. Har bir kasallikni necha kunda tuzalishini oldindan kafolatdan beramiz. Xudo xolasa, avvalambor mana shu shifo Allohdan, to'ppa-to'g'ri. Xudo xolasa Allohdan. Siz bir sababchi bo'lib, mana shu yerda agar bemorlar tuzalib, bir shifo topib ketsa, albatta sizni ham duo qilib qo'yishadi. Inshaalloh bir to'ylariga chaqirishar doktor bo.